2024-yilda ishlab chiqarilgan yangi 10X avtomashinamiz bizlarga keldi. Xudo xolasa egadan kimga qiziq bo'lsa like-ni bossazlar. Xudo xolasa shu mashinani sizlar uchun ponni obzor etib beramiz. Mashinamiz 7000 probeg yurib turibdi. Avtomashinaga chexollari qo'yib berilgan, poliklar tashalgan. Mashinamiz salondan nishga ham bo'lsa shu holatda turibdi. Like-ni bosib, obuna bo'lib knopkalarni bosib qo'yishlaringizni so'rab qolaman. 10X niyatida bo'lgan jigarlari shu videoni tozalab qo'yishlaringizni so'rab qolaman. Avtomat korobka bo'ladi, 4-pozitsiya. Saka diskada bo'ladi bu mashinamiz. Narxi ham dim shikalan. Bilasizlar, buni zavod bahasi o'z vaqtida 196 million so'm olgan ekanlar. Shu vaqtda bilasizlar, ratsrochka, boshqa bu degan narsa yo'q edi 24 ta. Arzon berish, aksiya, buni deyaplar yo'q. Shu vaqtida 196 million so'm olingan, etiga 7000 yurgan, lekin hozirgi narxi 170 million so'm galashadigan yeri bor. 10X niyatida birgalari ish videoni yuborib qo'yishlaringizni so'rab qolaman. Telefon nomerlarini yozib qo'yaman, xudo xolasa aloqa chiqaverasiz.